Assalomu alaykum hammaga. Cherry 8 Pro Max mashinamizni polni oldi, arkasi, hamma joyini komfort amortizatorlar qo'yib, men sanli bloklar qo'yib terib beramiz. Nasib bo'lsa, Xudo xohlasa, bizdan oldin mana mashinaga perkachka qilib, xadovoyni qilib berishgan. Короче, taqirlash yo'qolmagan mashinada. Mana hozir yana qaytadan polni mana richaglar qo'yib berdik. Mana men sanli bloklar bilan stabilizator, stoykasi hammasini qo'yib terib beramiz. Mana polni bu mes qilingan, lekin effekt yo'q. Shuning uchun mana akamiz Jizzaxdan olib keldilar bu mashinani. Mana shu Cherry 8 Pro Max mashinamizni nasib bo'lsa, Xudo xohlasa, chotki qilib terib berib egalariga beramiz mashinasini. Kimga agar shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, telefon qilib kelaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.